Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Zohid usta. Bugungi qisqagina roligim ko'rinmas qotil, ya'ni ugarni gaz haqida gapirib bermoqchiman. Mana yaqinda qiz sezoni ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz. Oilaviy kelgusi nobud bo'lishyapti. Iltimos bu rolikda, ya'ni bu videoni tanishlarga yuborib qo'ying. Bu mavzuni, ya'ni bu ma'lumotni hamma bilishi kerak, bilib qo'yishi kerak. Demak, ugarni gaz nima? Uglakisli gaz nima? Ikki xil turi bor hozir bizda. Eng xavflisi, ya'ni ugarni gaz chala yonishdan paydo bo'ladigan narsa. Deylik, o'sha gaz yoqasimi, o'tin yoqasimi, nima yoqsangiz ham pastida havo kiradigan joyi yaxshi havo kirmasa, demak, u yerda chala yonish paydo bo'ladi. O'sha ko'mir deymizmi, o'tin deymizmi, nima bo'lishi qat'iy nazar. Gaz deymizmi, chala yonadi. Chala yongandan paydo hosil bo'ladigan bu gaz, bu ugarni gaz deyiladi. Uglakisli gaz esa bu yonib bo'lgan, deylik, o'tin yoqasimi, nima o'ylaydi? Yonib bo'lgan narsadan chiqayotgan narsani bu yonib bo'lgandan keyingi holat bu uglakisli gaz deyiladi. Endi buni xavfli tomoni shunday narsaki, buni hech kim his qila olmaydi. Na rangi bor, na hidi bor. Shuning uchun ham buni deylik, o'sha ko'rinmas qotil deb ataymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatyapmiz, qulog'imizni chalinib turibdi, buni oqibatda nimalar kelib chiqishini. Shunday ekan, bu narsaga juda ham katta e'tibor berish kerak. Endi bu odamlarga qanday ta'sir qiladi? Bu haqida ham odamlarga qiziq. Qanday ta'sir qiladi bu o'zi? Mana bilamiz, yoshligimizdan bilamiz, gaz tepaga yig'iladi. Oddiy, masalan, bizga beriladigan davlat tomonidan beriladigan gaz, metan gaz bo'ladigan bo'lsa, gaz chiqish paydo bo'lsa, demak tepaga yig'iladi. Havo massasidan yengilroq hisobiga, ugarlik hisobiga tepaga yig'iladi gaz, bilamiz. Shuning uchun yoshligimizda aytishgan, uyga kirgan paytingda gazni hidini hidlab ko'r, suyuq yoqmay turib degan ko'p gap eshitganmiz bu haqida. Endi ugarni gaz bersa, ugarni gaz esa havo massasi bilan og'irligi teng bo'lganligi uchun havoni xonaga birdek tarqab boshlaydi. Tepaga yig'ilmaydi. Xonaga birdek tarqab, hamma joyga birdek yetib boradi. Uglakisli gaz esa u havo massasidan og'ir bo'lganligi hisobiga u pastdan ko'tarilib tepaga boradi. Bu eng xavflisi. Ya'ni siz pastda uxlaysiz, divanda yo'qlaysizmi, pastda uxlaysizmi? Bu hech narsani his qilmay, o'sha kelgusi qo'polib ketganda bitta ikkita nafas bilan hal bo'layotgan narsa. Bitta ikkita nafas bilan odam nobud bo'lishi mumkin bu narsa. Mana xonamizda deylik kuzatganmiz, xonaga kirsangiz, o'tirsangiz, yarim soat o'tirsangiz, bosh og'rig'ini his qilib qolishingiz mumkin, charchab his qilib qolishingiz mumkin, uyqungiz kelib qolishingiz mumkin, tezroq shu madoringiz bilan uxlab qolishingiz mumkin. Bu bilingki, xonada kislorod yetarli emas. Buni albatta tez shamollatish kerak degan. Men bu quruq havo haqida, bular haqida ko'p chiqishlarim bor. Buni ko'rsangiz qiziqasiz. Buni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Oldini olish uchun albatta mo'rikon deymiz. Gazni chiqib ketadigan o'sha mo'risi deymiz, o'sha bunaqasi. Nima yoqsangiz ham, pechka deymizmi? O'sha mo'rikonlarni har yili tekshirish kerak, har doim tekshirib turish kerak. Havo chiqib ketishi qanday bo'lyapti? Unchaga nimadir qush qo'yib kirib, inqirib olgan, to'lib qolgan bo'lishi mumkin. To'lib qolgan bo'lsa, biz xonamiz ichiga beixtiyor chiqib boradi. Keyingi masala, hozir kunda zamonaviy texnologiya bo'lib ketdi. Uni har xil datchiklari bor. Bozorga borsangiz bu qimmatdan turmaydi, arzimagan pul turadi. O'sha pechkaga yaqin joyga, o'sha gazga yaqin joylarga o'sha uglakisli gazni bunaqasini oladigan har xil datchiklari bor kelsa. Og'irlantiruvchi datchiklari bor. Kelsa shulardan qo'yish kerak. Mana bilamiz, gazni hidi bor. O'zimiz bilamiz, uyga kirsak, gaz chiqadigan bo'lsa hidi bor. Davlat tomonidan berilayotgan gazlarda hidi bor. Nima uchun? Davlat ataylab bizga spesial qilib gaz unga hid qo'shadi, odamlar bilish uchun. Hid qo'shadi, o'zini kontrastatsiya, o'zini qorishmasi bor, shu qo'shadi. Sababi hid bo'lish uchun. Odamlar chustus qilsin, ya'ni o'sha narsani his qilish uchun albatta bizga go'sht qo'shadi. Lekin yongandan keyin holat, ya'ni yonib bo'lgandan keyin umuman hidsiz, rangsiz bo'ladi. Shuning hisobiga bu yerda juda ham ko'p yomon holatlar kelib chiqyapti. Yosh chaqaloqlarimizga bo'lsa, oilaviy, bo'lsa yangi kelin-kuyovlar ko'rsatyapmiz. Iltimos, ogoh bo'linglar. Bu videoni hammaga tashib qo'yaylik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing, shunday kerakli, foydali ma'lumotlar bilan chiqaraman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.